Bismillahirrahmanirrahim. İlahi amin. İşlerimiz güle olsun. Hemece tişilik amolligi olsun. Başı dorilarda doim bepanan hammamiz uloqliklar chep yuraylik. Eng yomon mashakillar bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Hammaniga rahmat. Tamam. Uchi ish qilamiz. Siz o'zingiz aytdingiz. Ya öyle. Aşağısı like yo. Gidey askımadı. Gidey mutlu etti şöyle. Samo media. Shirin orzularingiz tinib qolsin. Kelurlikki. Qaytarib bering ikkinchi takani. Qaytaringlar, tashlang qora takani. Olib keling qora takani, olib keling. Beringlar qora takani, berib yuboringlar. Takani o'yinga chiqarib berdik. Hurlar fuqarolar, belgilangan joylarga, yuqorilarga joylashamiz. Sizlardan iltimos, taka maydonga tushdi. Piyodagilar yuqoriga ko'tarilamiz. Borma. Maqsad. Maqsad ana. Hozir maqsad dedi. Maqsudjon aka. Masxara nima? Muh'ish. Maydonga taklif qilamiz. Naloy marrani biroz chopib turinglar. 3-4 minutga chopib turinglar. Yuqorida yurgan polvonlarimiz ham maydonga tushib olsin. Quvvating yetmadi deyadi. Voy, engashlarga qo'yib ber, ko'tar do'stlar. Gap yo'q do'stlar. Chaqiraverarkan o'qtakani. O'qtakan chaqiraveradi. Hozir kelgansiz. Qani yuribsiz? Qani. Polvonlar, Naloy marramizga oq takaga 1 gilamga cho'qasiz. Harakat qiling polvon. Faqatgina oq takaga Naloy marramizga solib atadik. Harakat qilamiz, 1 gilam atayapmiz. Bakovullarimiz, bayroqchilarimiz markaziy tribinaga kelinglar. Oqtaga kelyapti. Laloy marramizga oq takaga chopilyapti. 1 gilamga chopilyapti polvonlar.
50 yillik o'ynaymiz. Kommunite o'sha. Markaziy tribinaga qarab yuraverasiz. Polvonlar markaziy tribinaga olib kelasiz takani. Markaziy tribinaga olib keling Navoiy marramizga takani. Sobir. Qo'lga o'sha turibdi, chaqirishini qidirmaylik. Yuqoriga chiqmaysiz. Yuqoriga chiqarsiz bekor bo'ladi. Bekor bo'ldi. Bekor bo'ldi. Takani marraga tashlab bering. Tashlang takani polvon, bekor sizniki. Taka yerga tushsin. Taka yerga tushsin. Taka yerga tushmadi, taka yerga tushsin. Tashqariga chiqmaysiz. Ketdi. Yaxshi chiqmadi-yu. Sabomeli. Qolganlar bo'lmaydi deb qo'yinglar. Qolgan polvonlar chiqmay turing. Qolgan polvon chiqmay turing. Obka qora takani polvonni olib keling. Qolgan takalarni ham olib beringlar. Moshnaga olib kelaversin. Olib kelinglar qolgan takalarni. Moshnaga. Olib keling. Takani berib yuboringlar. Moshnaga bor, gap yo'q, mana bu. Moshnaga bor, Yoqubjon chiqasiz moshnaga. Moshnaga ol Yoqubjon, chiqasiz. Birindan birinchi takani olib kelib yetkazdirdi. Taka hisobmas. Taka hisobmas. Taka tashqariga chiqib ketgan hisobmas. Takani olib borib marraga tashlanglar, boshqatdan chopamiz. Taka hisobmas. Umarali, takani yerga tashlating, marraga borib tashlating. Yo'q, o'lim polvon, qani bayroqchi. Taka yerga tushsin. Tashla polvon. Tashla yerga. Tashla polvon yerga. Qani markaziy tribinaga choping polvon. Makamlar. Moshnaga gap yo'q. Yoqubjon. Yapti. Qobil polvon, gap yo'q. Olib keling. Qobil polvon ikkinchi takani olib berdi. Otasiga rahmat. Ovodini bersin. Mo'g'oldi polvoni. Qobil polvon. Bir gilomga tashlagan polvonimiz Navoiy marramizga tashladi. Chortoqda polvoni, Masalbey polvon omadlarini bersin. Namangan shahar Jo'ro'y akamizni samuray nomloti bilan bir gilomga tashladi, polvon omadlarini bersin. Masalbek Navoiy marramizning polvoni, Chortoqda polvoni Jo'ro'y akamizni samuray nomloti bilan tashlab kelyapti, omadlarini bersin. Polvonlar sizlardan iltimos. O'zim. O'ktamjon qarab oling. Takani yerga tashla degandan keyin yerga tashlaylik. Tashqariga olib chiqib ketib, muxlislarni ham bezovta qilmaylik, boshinalarga ham yaqin bormaylik. Barrangiz bekor bo'ladi tashqariga chiqsangiz. Taka bilan tashqariga chiqadigan bo'lsa, takani maydonga tashlab, ana undan keyin chiqib keting. Mehnatingizni kuydirib qo'ymang. Qolganlardan mehnatini kuydirmang. Kim qamchi topmagan bo'lsa, qamchini olib beringlar. Vaqt tanlab beringlar, 11 yerga.
Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan vatandoshlar, barchalaringni mana bugun Namangan viloyati Kosonsoy tumani Oqqush maydoniga xush kelibsizlar deymiz. Azizlar, yurtimizda tinchligi mana shunaqangi to'y tomoshalar, xursandchiliklarga barcha kelgan polvoni, otvozlar, muxlislar barchalaringni xush kelibsizlar deymiz. Xudo xolasa bugungi uloq ko'pkarimizda tashkillashtirilgan Oqqush maydon egalari, Oqqush guruhi, otvoz polvonlari bugün mana bir chiroyli fayzli qilib uloq ko'pkari chopamiz. İnşallah bu ko'pkarimizda faqat halollik bilan chopamiz. Hech qanaqasiga g'irromlikka o'rin yo'q. Arqon, aparat degan narsalarda hammasini yig'ishtirib tashlaylik yigitlar. Mard bo'lib ot ustiga o'tirdingizmi? Mard bo'lib maydondan chiqib keting. Arqoningiz bilan o takani o anaqa tashlab bilagingizni qo'lingizni yuqoriga ko'tarib kelsangiz hech kimga yoqmaysiz. Men ko'rmay qolishim mumkin. Mana bu yerda minglab xalq o'tiribdi, minglab uloq ko'pkari muxlislar o'tiribdi. Mendan zo'r tushunadiganlar ham juda ko'p. Shuning uchun yüzünüzü yerga qaratmayda, bilagingizda kuchingiz bilan uloq ko'pkarini chopaylik. Faqat mana takalar chopilgan. Taka faqat taqimda chopiladi, yoppada chopmaysiz. Do'mbiylar, yoppada borgan polvonga bermaysiz. Tashqariga chiqib ketib qolingan polvonga ham talon bermaysiz. Olib keldi, o'zim do'kon bo'ladi, jigarim bo'ladi degan narsa yo'q. Aka bayroqqa qarab turib, ana bu yerda uchchalik bo'lmasin. Bayroq tushsa ko'tarilsa yuk so'qdi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Xo'p. Urush to'polay qilish Xudo xolasa tezda sog'ayib, safimizga qo'shilib, inshaalloh xursandchilik kunlarda yurishlik nasib qilsin. Tolibjon ukamiz bor albatta, bemor ekanlari ham Xudo xolasa ko'pkarimizni o'rtalarida bir duo qilamiz ukalarimizni. Xo'p. O'tkirjon aka bir duo qilasiz polvonlarda. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bu bugun chiroyli mana Oqqush polvonlarini ehson ulog'i. Avvalambor hammanglar xush kelibsizlar. Ming rahmat. Polvon akalar iltimos, mana shu chiroyli o'tkazaylik. Muxlislar ham shu davraga tushmayna pastga, tepada turinglar iltimos. Chunki mana shu o'zimizning obro'yimiz. Mana Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari, federatsiya xodimlari nazorat qilishadi. O'shanga iltimos, shu ko'pkari qancha chiroyli o'tsa, mana shu maydonimizda uloq yana davom etaveradi. Bir chiroyli duo qilaylik, keyin Xo'ja aka mana shu uloqni boshlab bunaqa beradilar. Hay ilohim, ilohim mana shu uloqlarimiz chiroyli o'tishligi doim nasib qilaversin. Dardmanlarimizga shifo bersin, polvonlarimizga bilagiga quvvat bersin. Shu yerda mana shu uloqni chiroyli ta'minlab beraman degan ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya, federatsiya xodimlarini ham hammasini tan joni sog' bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik bilan uloqimizni o'tkazib olish nasib qilsin. Allohu akbar. Mana Xo'ja aka. Rahmat aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Polvonlar, mana bizning bo'yin tomonimiz yuqori marra bo'ladi, past chap tarafimiz pastki marra bo'ladi. Yuqori marrada siz turyapsiz, a? Bu pastki marradami? Xo'p, yuqori marrada siz aka. Sobirjon akamiz yuqori marramizda davombeylik qiladi. Pastki marramizda Olimjon akalarimiz. Ultonjon qaraboringlar. Qani polvonlar taka maydonga tushdi. Yuqori marramizga qarab harakatingizni qilaverasiz. Harakatingizni qilaverasiz.
Bo'ldi. Harakatingizni qilarasiz. Bo'ldi. Harakatingizni qilarasiz. Bo'ldi. Tolibjon polvon omadlarini bersin. Yangi takamizni tashlab bergan bu. Bu yoqqa choping, yuqoriga chopilyapti. Yuqoriga chopilyapti sarkaga, yuqoriga chopasiz. Yuqoriga choping polvon, yuqoriga chopasiz. Bombeylar yuqoriga choptiring. Qalin bermaysiz. Ot kimniki edi uka? Avvakamiz yulduzlarda. Avvakamiz faqat yulduzlarda. Bravo. Abduvahab akamizni yulduz nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Navbatdagi ikkinchi marra sog'imlari. Birgilan borasiz. Dazmol patsavka bilan qaytasiz. Harakatingizni qilarasiz polvonlar. Birinchi marramiz yuqorisiga taka yetib bordi. Harakat qiling polvonlar. Bo'g'oldi polvoni Nurbek polvon Namangan shahar Sherzod bo'yida yangi 5 yulduz nomloti bilan bir sarkaga tashlagan polvonimiz. Bo'g'ollik polvonlarimiz Nurbek polvon omadlarini bersa. Abishakamiz o'g'illari qani Husniddin polvon mahkam bo'ling. Pastki marramizga taka ko'tarildi. To'raqo'rg'on Husniddin polvon. Sherzod bo'yida yangi yulduz 5 yulduz nomloti bilan Nurbek polvon birinchi marramizga bir sarkaga tashlab kelyapti. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Qani polvonlar, navbatdagi marramiz. Birgilan borasiz. Dazmol patsavka bilan qaytasiz. Taka ko'tarildi yuqoriga. Qani polvon mahkam bo'ling. Böyle şoğlu. Buna so'rab kelaman. Marramizga ham gilamga chopamiz. Oqtosh, avazaka limonni yangi otdi. To'raqo'rg'on Oqtosh Avazbeyda yangi 002 nomloti bilan tashlayapti. Lemon ot egalari omadlarini bersa egan berdi. Hoji bobomizni o'g'illari Avazbeyda yangi 002 nomloti bilan Husniddin polvon bir gilamga tashladi. Omadlarini bersa polvonlarimizni. Cholponbek Mog'ol Aqshakamiz o'g'illari Cholponbek polvon Hamidxon Soliyevni Ataman nomloti bilan bir dazmol patsavkaga tashlagan polvonimiz. Mog'ollik polvonlarimiz Cholponbek polvon omadlarini bersa. Aqsh polvon o'g'illari Aqshakamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Yurtga bir katta to'y bergan akalarimiz. Qani Qurbonbek polvon mahkam bo'ling. Qani oxiriga mahkam bo'lasiz. Qani To'raqo'rg'onni polvoni mahkam bo'lasiz. Harakat qiling polvon. Pastki marramizga taka yetib bordi. Mirzo Hoji bobomizdan Shohruxbek o'g'illaridan 1 million 1 gilam keldi. Omadlarini bersin. Shohruxbek akamiz. Pastki marramiz polvoni Qurbonbek polvon To'raqo'rg'on omadlarini bersin.
Ravshan Qassobni Qaldirg'och nomli oti bilan bir gilamga tashladi. To'raqo'rg'o boshqa o'tuvozimiz Ravshan Qassobni yangi Qaldirg'och nomli oti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Qurbonbek polvon. Qani polvon mahkam bo'ling, taka ko'tarildi yuqori. Qani oxiriga bir mahkam bo'ling. Namangan shahar Zobitjon hojidan, Dezalot egalaridan bir sarka keldi, omadlarini bersin. Navbatdagi 4-marra solimlari bir gilam borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Elavon polvon, Qirg'iziston Ko'ktosh, Mehmon Ali akamizni farzandlari Kosonsoy Yusufjon hoji bobomizni Lofarik nomli oti bilan omadlarini bersin. Elavon polvon yuqori marramizga bir gilamga tashlab kelyapti. Hoji bobomizni mashhur Lofarik nomli oti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Maralar qo'llab bo'lsin, otvozlarimizga, polvonlarimizga qo'llab bo'lsin. Taka ko'tarildi pastki marramizga. Qani polvon mahkam bo'ling. Bir gilam borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Qani mahkam. Qani polvon mahkam bo'lasiz. Oxiriga qadar mahkam bo'ling. Pastki marramizga taka borgan. Harakat qilamiz. Kosonsoy Ovozbek polvon omadlarini bersin. Qirg'iziston Eminjon akamizni Universal nomli oti bilan Eminjon akamizni Universal nomli oti bilan Kosonsoylik polvonlarimiz Ovozbek polvon pastki marramizga bir gilamga tashlab kelyapti, omadlarini bersin polvonlarimiz. Osimboy akamizga ham katta rahmat. Mana shunday polvon yigitlarni tarbiyalagan Osimboy akamizning farzandlari Avazbek polvon Emil akamizning oti bilan Qirg'izistonda oti bilan tashladi polvon. Maydonga qaytardik qo'ying, maydonga qaytardik. Takani maydonga qaytaramiz. Takani maydonga qaytarib oling. Sizlar boshqa Qani iftvoza, qani oxon polvon mahkam bo'ling. Yuqori marramizga sarkaga chopilyapti, oxiriga qadar mahkam bo'ling. Qani polvon marraga kirasiz. Harakat qiling polvon. Qani polvon. Yuqori marramiz nima bo'ldi bu bo'mdagi? Tushunadi. Aylantirib chopasiz. Aylantirib choping. Uzoqroq aylantiring. Hisobmas, uzoqroq aylantirasiz. Uzoqroq aylantiring. Uzoqroq aylantirasiz polvon. Navbatdagi marramiz 5-marra solimlari. Bir gilam borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Hali polvonlar harakatingizni qilarasiz.
Azlar yuqori marramizga polvonlarimiz Eldor polvon, Botirjon polvon o'g'illari Eldor polvon omadlarini bersin. Layana Namangan shahar Sherzod bo'ydi xon nomloti bilan tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Botirjon polvonning farzandlari Eldor polvon, O'g'illik polvonlarimiz Namangan shahar Sherzod bo'ydi xon nomloti bilan tashladi. Omadlarini bersin. Birinchi marramiz yuqorisiga ham sarkagan Nurbek polvon Sherzod bo'ydi 5 yildizi bilan bir sarkaga tashlagan. Ikkinchi marramiz pastiga Husniddin polvon To'raqo'rg'on Oqtosh Avazbeydi 002 nomloti bilan yangi ot bilan tashlagan. Yuqori marramizga Cho'lponbek omadlarini bersin Aqsh akamiz o'g'illari Hamidxon Soliyev Kosonsoyda atamani bilan bir gilamga tashlagan. Omadlarini bersin. Beylar takani marraga tashlatkizdi. Quronbek. Yuqori marramizni Davonbek tashqariga chiqdimi? Chiqmaganmi? Hali polvon harakat qiling. Tashqariga chiqmagan taka bakovlarimiz chiqmagan dedi. Ana Quronbek polvon mahkam bo'ling. Qara Oskur bilan mahkam bo'ling polvon. Yangi ot bilan Quronbek polvon. Oxiriga mahkam bo'lasiz. Ko'pkarimizning 5-marra sog'imlari chopilyapti. Pastki marramiz ham, yuqori marramiz ham gilamga chopilyapti. Harakatingizni qila olasiz. Quronbek polvon omadlarini bersin. Qo'qon Salang To'g'irjon hoji akamizni yangi Oskur nomloti bilan Quronbek polvon bir gilamga tashlab kelyapti. Omadlarini bersin. Murodjon hoji aka shogirdlarda xalqqa bir duo qilasiz aka. Omadlarini bersin. Qo'qon Salang To'g'irjon hoji akamizni yangi Oskur nomloti bilan Quronbek polvon chiroyli marra qildi. Omadlarini bersin. Ani bu polvon mahkam bo'lasiz. Ani Qirg'iziston Ko'ktosh. Yomon. Oltinchi marra solimlari bir katta Termiz Tifal bilan borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Harakat qiling polvonlar, harakat qilasiz. Yana Yelaman polvon omadlarini bersin. 6-marramizga qadar 2-marrasini tashlab kelyapti. Yana Kosonsoy Yusufjon hoji akamizni 5 yildiz nomloti bilan mehmonona polvonni farzandlari Ko'ktosh Qirg'iziston Yelaman polvon Kosonsoyda oti bilan omadlarini bersin. Yusufjon hoji bobomiz barcha uloq ko'pkari maydonlarida birday ot choptiryapti. 5 yildiz nomloti bilan tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Navbatdagi marramiz bir katta Termiz Tifal bilan borasiz. Bir gilam bilan qaytasiz. 6-marra solimlariga chopilyapti. Marralar qo'llab bo'lsin, omadlaringni bersin.
Ha yurdi. Pastki marramizni uzoqroq aylantirasiz. Pastki marramiz 11 bo'ldi. Uzoqroq aylantiramiz yigitlar. Pastki marramiz chopilyapti. Bir katta Termiz Tefalga chopilyapti polvonlar. Qaytaring, pastga chopilyapti, pastga tegayotmagan. Elaman qaytar, pastga yetmagan. Yana 5 yıldız bilan Elaman polvon. Qani polvon mahkam bo'lay. Qani Kazansoyni 5 yıldızi bilan. Qani oxiriga qadar mahkam bo'lang. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Pastki marramizga taga yetib bordi. Hakimi mahkam bo'layapti. Ko'ramiz bo'ladi. Bu bola apirsa ke. Shu ustida yana qo'rg'onda ko'rdi. Kim yurbaylar? Qo'ysin bilan ko'rdi. Bu tarik tepadan maydon bor-ku Kosonsoy. Shu o'rindiga berib yubordi. Kim yurib boradi? Kataloniya viloyatida bo'ldi-ku. Siz qo'shib qo'yadi. O'zbekistonga Yana Elaman polvon omadlarini bersin. Kazansoy Yusufjon Hoji akamizda 5 yıldız nomli oti bilan tashladi, omadlarini bersin. Bir katta Termiz Tefalga qo'llab bo'lsin. Elaman polvon 3-marrasini tashlab kelyapti. Kazansoy Yusufjon Hoji bobomizni oti bilan tashladi. Omadlarini bersin Kazansoylik otibozlarimiz. Qani Husniddin polvon mahkam bo'lay. Qani oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Qani O'rolmay polvon. Husniddin polvon yuqori marramizga tashladi, omadlarini bersin. Navbatdagi 7-marra solimlari azizlar. Bir bilan borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Harakat qiling polvonlar. Bir bilan borish, bir sarka qaytish. Taka pastki marramizga borib kelgandan keyin takani almashtirib olamiz.
Husniddin polvon omadlarini bersin, omadlarini bersin. Omadlarini bersin To'raqo'rg'on, dengiz Tulpori maydon egalari Abdurashid Hoji buvomizni mutsipal nomloti bilan omadini bersin. Tashrif kelyapti, omadlarini bersin. Abdurashid Hoji buvomiz ham yaxshi niyatlar bilan nabiralariga to'y beraman deb 15-25 fevral kuniga to'y belgilagan dengiz Tulpori maydonida omadlarini bersin. Abdurashid Hoji buvomizni mutsipal nomloti bilan tashladi Husniddin polvon. Mikrofonga qarab yuraverasiz polvonlar, mikrofonga yurasiz. Bir sarkaga mikrofonga yurasiz. Lochin polvon Apollon bilan pastki marramizga takani yetkazildi. Mikrofonga olib keling takani, mikrofonga olib keling hisob bo'ladi. Takani almashtiramiz. Tashlang polvon. Bo'ldi, tashlaylik, tashlaylik. Qirg'iziston Ernest polvon yuqori marramizga bir sarkaga tashlab kelyapti, omadlarini bersin. Ernest polvon Sarqiyon bilan Samadjon hoji akamizni Sarqiyon nomloti bilan Ernest polvon Qirg'iziston oti Qirg'izistonda polvonlari omadlarini bersin. Bir sarkaga tashlab keldi, polvonimiz omadini bersin. Ernest polvon Ernestga bitta sarkani berib beramiz. Alisherjon aka aeroportda Apollon nomloti bilan Lochin polvon pastki marramizga bir gilamga tashlab kelyapti, omadlarini bersin. Alisher aka aeroportda Apollon nomloti bilan tashladi. Yuqori marramizga Qirg'iziston Ernest polvon Samadjon hoji akamizni Sarqiyon nomloti bilan tashladi. Yangi takani tashlab bergan polvonimiz Jalol akamizni nabiralari Tag'obek polvon omadlarini bersin. Polvonlarimizni yosh umidli polvonlarimiz Nishonov Zohidjon akamizni Tillaqo'sh nomloti bilan 8-marra savolimlariga chopamiz polvonlar. Bir sarka borish, bir katta sarpo borish, bir gilam qaytish. Harakatingizni qilaverasiz. Bir katta sarpoga chopasiz pastki marramizga. Bir
Birgilam yuqori marramizga chopasiz. Otabek polvon Chos maydonchani polvoni omadlarini bersin. Qo'qon Uchko'prik Guliston Archa to'riq ot egalari Ulumjon Hoji buvamizda Qorramonchoq mamlakati bilan tashladi omadlarini bersin Otabek polvon. Bir katta sarfaga tashladi omadlarini bersin polvonlarimiz. Omadini bersin. Ulumjon Hoji buvamizda Qorramonchoq mamlakati bilan Archa to'riq ot egalarini oti bilan tashladi. Ana bola Otabek polvon sovrinni oldilaymi? Xo'p. Tog'obek polvon yangi takani tashlab berdi, omadlarini bersin. Yosh umidli polvonlarimiz Nishonov Zobitjon akamizni Tallaqosh nomlati bilan tashladi, omadlarini bersin. Birinchi takani kim tashladi? Mavish polvonni o'g'illari Azbek polvon muxlislaringiz barralaringizni kutyapti. Harakat qiling Azbek polvon. Asadbek o'g'limiz xalqqa bir duo qilib, xalqqa bir tabriklab qo'ysin. Mana shu yurtning farzandi, Kasonsaydi farzandi. Asadbek. Assalomu alaykum o'tqo'zi bog'lonlar, muxlislar. Mana bugun Oqqo'sh maydonida katta uloq bo'lyapti. O'sha uloq berayotgan hokim bog'larimiz sog' bo'lsinlar. Mana biz yoshlarga shuncha sayyoratlarni qilib beryaptilar. Alloh ilohimlarga ming qilib qaytarsin. Ichki ishlar xodimlariga ham rahmat. Qo'qon Salay Tohir Xo'ja Bagimlar yangi otlariga ham umid. Yo'qni yiqilmasdan, surilmasdan yaxshi chopib oxirlarga so'p borsin. Mana bitta yaxshi yarim tog'amlariga ser bor. Falaklarning gardisiga bo'lib bezak, to'lmagan oy davomida asta do'ling. Muxlislar ham ustoq bo'lib kutsa kerak. To'raqo'rg'on Karam polvon mahkam bo'ling. El va xalqqa katta jo'kari bergan polvon. Barcha yurtda birdek chopib kelgan polvon. Toshkentlardan eksa uchga solgan polvon. To'raqo'rg'on Karam polvon mahkam bo'ling. Halal bobom to'plab bergan otnining chin tulporni vijdonli so'z otnining bo'yinbog'i sabar bo'lgan chempion bilan To'raqo'rg'on Karam polvon mahkam bo'ling. Ustingizda qolib ketsin yolg'onlari, toblargandir chempionning qalqonlari. Havas qilar barcha yurtning polvonlari. To'raqo'rg'on Karam polvon mahkam bo'ling. Qillarni to'ldirib turar qadami, qorni qor demaydi chin muxlislari. Yoyi bulutni ham kelar alami. Bor bo'lsin ko'pkarining chin muxlislari. Orangizda qizil bomlar yular, ijobatga yetar duolar yular. Soqatsa bir-birini quchoqlab turar. Bor bo'lsin ko'pkarining chin muxlislari. O'ylamang Asadbek Zafar Hoji qaramas bizga. Sovqatsa bir-birini quchoqlab turar. Bor bo'lsin ko'pkarining chin muxlislari. Qani Asadbekka bitta qarsaylar bo'lsin. Kelajagimiz. Omadlarni bersin Asadbekga ham. Asadbek. Hayda egalari, Jafar amakimni ham sog'ayib ketsinlar.
Amaki kasal emas buni. Asadbek. Allah razı olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Halede. Yo'qdagilarga chek yozib bergan. Qani polvonlar harakat qilasiz. 8-marramiz yuqorisiga chopilyapti. Harakat qiling polvonlar. Aka yerda harakat qilasiz. Qara kameraga. Qapqado'm. Qara. Qapqado'm. Cheka chiqib ketdi. Bo'ndinglar, qaranglar. Qaysini tortishyapsan? Kel. Tortishib turganing. Qani ichki ishlar xodimlari nazorat qilaylik. Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari. Mana o'zimizda olib bo'lsa borib, uloqtirib olsa bo'ladi. O'sha qani? Yo'q, qoni qo'yini qo'yish bor. Bu yaptı Buni endi baqa tasha. Pastki marra hisob bo'lgan Otabek keldi-yu. Cho'zdi Otabekga. Hop, 10-marra sog'lomlari bir sarka borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Ya 9-marra sog'lomlar ekan. Bir sarka borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Abdurash Hoji buvamizni Keniyaz avlodi bilan Nodir polvon, omadlarini bersin polvonlarimiz. Abdurashid Hoji buvamizni Keniyaz bilan Nodir polvon omadlarini Nima bo'lyapti? Ularni to'xtataylikmi? Asli davom berlar. Voy, yopma chopish yo'q. Taqimda chopamiz, taqimda. bo'ldi, choparamiz bizlar. Mehmonlar uchun tana chopilyapti kana. Mayli, tanani chopamiz. 9-marra solimlari bir sarka borish, bir gilam qaytish. Harakatingizni qilaverasiz. Zoirbek polvon pastki marramizga tashlab kelyapti. To'g'riqo'rg'on Ravshan Qossobni qaldirg'och nomloti bilan yangi qaldirg'och bilan tashladi. Bir sarkaga tashladi, omadlarini bersin. 10-marra solimlari bir gilam borasiz, bir gaz plita bilan qaytasiz. Qani polvonlar harakatingizni qilaverasiz. Pastki marramiz polvoni Zoirbek polvon To'g'riqo'rg'on Ravshan Qossobni yangi qaldirg'och nomloti bilan tashladi. Umar polvon. Qirg'iziston o'nka polvon omadlarini bersin. Kosonsoy Yusufjon Hoji akamizni yangi navbatdagi oti bilan, Bezel bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Qirg'iziston Umar polvon, o'nka polvon omadini bersin. Qirg'izistonlik mehmonlarimiz qadamlariga hasanot. Yusufjon Hoji bobomizni
yangi dizel navlati bilan tashladi. Omadini bersin polvonlarimiz. Navbatdagi marramiz 10-marra solimlari. Birgilan borasiz, bir gaz plita bilan qaytasiz.